Ibrohim alayhissalomni olovga otayotgan vaqtlarida Jabroil alayhissalom keldilar. Aytdilarki: "Ey Ibrohim, istaysanmi seni olovdan qutqaraman?" Ibrohim alayhissalom aytdilarki: "Alloh mening holimdan xabardormi?" Albatta ey Ibrohim, modomiki xabardor, unday bo'lsa mening boshimga kelgan balolarni u qabul qildi. Modomiki Alloh mening boshimga kelganlardan rozi, men ham roziman dedi. Va olov Ibrohim uchun salqin bo'ldi va salomat qoldi. Bizlar ham bu dunyoning olovlariga qancha yonsak yonaylik, Robbim sen meni holimni ko'ryapsan, parishonligimni bilasan. Istasang oldini ola olasanmi? Ola olasan. Demakki olmading, demakki qabul qilding yo Robbim. Robbim sen qabul qilding, men ham roziman desa bir qul, oxiratda inshaalloh Janobi Haq aytadiki: "Ey mening yuborgan butun musibatlarimga, tashvishlarimga sabr qilgan, mendan rozi bo'lgan qulim, kel hozir men sendan rozi bo'laman" deydi.